Bir kuni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam, qaranglar, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam agar so'rasanglar Firdavsul a'loni so'ranglar deganlar. Amallarimiz shu eson-omon jannatdan bunday o'malab o'tib olsak o'zi katta gap, to'g'ri. Lekin Rasululloh bizni himmatimizni oliy bo'lishini istayaptilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bir kuni sahobalarga qarab, "Ey, Banu Isroildagi bitta kafirchalik ham bo'lmaysizlarmi?" dedilar. Kim edi u kampir? Nimani orzu qilgan edi? Bir arobiy payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam oldiga kelganida Rasululloh sollallohu alayhi vasallam unga ikrom ko'rsatib, "So'ra" dedilar. "So'ra hojatingni." Ya Rasululloh, mingani bitta tuya bo'lsa, bir echki bo'lsa-ki, ayolim sog'ib bizga sutini bersa, deganda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam shu gapini aytdilar. "Ey, Banu Isroillik bitta kafirchalik ham bo'lmaysizlarmi?" Ya Rasululloh, kim edi o kampir? Nima qiladi o kampir? Bu hadis sahih birodarlar. Musa alayhissalom hadisning mazmuni. Musa alayhissalom Banu Isroil bilan Misrdan chiqqanidan keyin yo'lni yo'qotib qo'yishdi.